alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, biz Toshkent Kazan Nabrejiy Chili Kamsk yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar haftasiga 2 kun seshanba, juma kunlari Toshkent avtovokzalidan amalga oshirilyapti. Bundan tashqari Toshkent, Moskva, Chepakzor, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha esa dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari to'g'ridan-to'g'ri Toshkent avtovokzalidan Primoy Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha reyslarimiz yo'lga chiqib ketyapti. Agar siz ham xuddi shunday ishonchli narxlarda ishonchli biletlar izlayotgan bo'lsangiz, komfort avtobuslarda joylaringizni onlayn bron qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozib ham joylaringizni onlayn bron qildirsangiz bo'ladi. Avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchik moslamalar, qishin yozda ishlaydigan konditsionerlar, zaryadchik Wi-Fi, undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. 51 ta o'rindiqdan iborat hech qanday ortiqcha odamlarsiz, hech qanday xavf-xatarsiz siz manzilingizga 2,5-3 kunda yetib olasiz. Hoziroq bizga murojaat qiling, joylaringizni onlayn bron qiling, tanlovda adashmang, shoshiling, biletlarimiz soni cheklangan.